Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Abduqodir Husanov Premyer Ligada eng yaxshi ko'rsatkichlardan birini qayd etmoqda. Angliya Premyer Ligasida to'p surayotgan markaziy himoyachilar orasida to'pga tashlanib olish, ya'ni podkat bo'yicha eng yaxshi natijalar e'lon qilindi. Unga ko'ra, Abduqodir Husanov ushbu reytingda birinchi o'rinni egallab turibdi. Manchester City safida harakat qilayotgan 22 yoshli himoyachi bir o'yinga o'rtacha 1.12 ta podkat tashlab, to'p olib qo'yish ko'rsatkichini qayd etgan. Bu natija Premyer Ligadagi barcha markaziy himoyachilar orasida eng yuqorisi hisoblanadi. Reytingda ikkinchi o'rinni Christopher Ayer, uchinchi pog'onani esa Cristian Romero egallab turibdi. Shuningdek, ro'yxatda Trevoh Chalobah, Marco Senesi va Mickey van de Ven kabi himoyachilar ham joy olgan. Marhamat, to'liq jadval bilan tanishing. Ma'lumot uchun, ayni paytda Abduqodir Husanov O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida FIFA Series 2026 turniriga tayyorgarlik ko'rmoqda. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.